Guliston 3 massividan kompaktli bitta hovlimiz sotuvga qo'yilibdi. Juda ham arzon narxda, xohlasangiz yer hisobida olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam qurilishini davom ettirib, chiroyli kompaktli remontini qilsangiz ham bo'ladi. To'g'rida robot bog'chamiz hamda hovlimizning bu tarafida, mana to'g'rimizda Guliston poliklinikasi joylashgan. Hovlimiz 20 ga 30 o'lchamda, mabodoga 2 ga bo'lib, chiroyli katta ish qursangiz ham bo'ladi. 1 milliard 340 million so'm yana joyiga kelsangiz, savdosi bilan birgalikda sotuvga chiqaramiz. Bilasizlar, hozirda 1,5 milliarddan kamiga topish qiyin masala. Ushbu hududdan, demak, o'zini yashil daraxtlari, yashil zonalari ikki tarafda ham hamda hovlimizning ichki taraflarini ko'rib chiqamiz. Darvozahonalari to'liq yopilgan holatda, bu tarafda 3 ta xona hamda bu korpusimizda 3 ta xona, jami 6 ta xonadan ushbu xonadonimiz tashkil topgan. To'liq stejga bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Hovlining o'rtasida o'zini yashil zonalariga ham ega mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, demak, 3 ta xonamiz hamda bu tarafdagi ikkinchi korpusimizda yana 3 ta xona mavjud. Mabodoga yer hisobida olib, xohlaganday proyektingiz asosida qurilishingizni qilsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam ko'rib turibsizlar, holati yomon emas, bemalol remontini qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu tarafda demak, letniy kuxnya, zimniy kuxnya hamda yuvinish xonalari mana shu yerda joylashgan va orqa tarafda o'zini tovuq boqish uchun, parranda boqish uchun sharoitlari ham hattoki qilib qo'yilgan. Demak, 6 sotixdan iborat. Obzorimizni qisqa qilamiz. Lokatsiya umumiy kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz, lokatsiyasini tashlab beramiz, bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. 1 milliard 340 million so'm joyiga kelsangiz, savdosi bor, kvartiraga barter variantlari ko'rib chiqiladi. Kimga ma'qul kelsa, to'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, arzon narxdagi ko'chmas mulk e'lonlarini ko'rib borasiz.